Assalomu alaykum. Chorvaledi obunachilari. Biz yana o'sha Ilyos akamizni fermasidan sizlarga obzor qilib, sigirlarimiz, bo'g'ozlarimizni ko'rsatib beramiz. Arzimas mehnatimizga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Biz chiqargan videolarimiz tez va keng tarqalishi uchun bittadan like bosib qo'yishni esdan chiqarmaymiz. Mana shunday. Simental sigirlarimiz 10 yoshdan 6 yoshgacha buqalarimiz bor mana. Mana shularımizdan buqa bittasi. Qolganlari sog'di sigirlar. Bu tomonda buqalarimiz bor mana. Bu tomonda mana bo'g'ozlarimiz bor. Xohlasa simental, xohlasa nemis har xil turidan. Mana bo'g'ozlarimiz simental, Galashtin turidan bor. Shvedlarimiz bor. Mana buqalarimiz bu tomonda ham bor. 10 oylikdan 6 oylikgacha buqalarimiz bor. Onlarda chempion shu yerda kelaverasizlar. Simental, nemis, gibrid hammasidan bor. Shvedlarimiz ham bor mana. Mana hurmatli tomoshabinlar, Chorvaledi obunachilari, sizlar uchun Ilyos akamiz fermasidan yana bola birinchi qoringa 2 kurak gibrid sigirimiz bor, yangi tuqqan. Bu tomonda bo'g'ozlarimiz bor mana. Birinchi qoringa nemis Galashtin gibridlarimiz bor. Mana gibridimizni birinchi qoringa nojin bolasi bilan enasi mana bo'ladi. Shvedlarimiz bor. Shoxli, shoxsiz. Germanskiy ham bor, Savay shved ham bor. Mana bugun erta tug'adigan bo'g'ozlarimiz ham bor.